Qizlar, buni nima deb o'ylaysizlar? Chiroyli qorbobolik sumочкani. Advent kalendar. Ajoyib narsa ekan. Hozir sizlar bilan buni ochamiz, advent kalendar. Zubная pasta. Новогодняя tematikaliga. Qanaqadir zubная pasta g'alati. Fioletovoy zubная pasta. Vau. Qaranglar, zubная pastani. Ana oqartiradigan zubная pastalar chiqib ketdi-ku, fioletovoy. O'shalardan bittasi bo'lsa kerak. Mana buni qaranglar, asalligini. Bu shunaqangi anavi pichoqchani qatga qo'ydim. Sovunli shampun ekan. Shunaqangi chiqib ketdi-ku, moda bo'lib ketdi shampunni sovun formatida qilish. Mana qaranglar, ajoyibligini qizlar. Hidi krem для лица. Увлажняющий krem hidi. Wow. Bu nima? Argan oil, conditioner, shampoo and body wash. Bu anaqa ekan. Nima deydi? Nabor, shampun, konditsioner va gel для душа. Qaranglar qizlar buni. Mana bunaqa ichida 3 ta narsa. Buncha zo'r nabor chiqdi-ya ichidan целый. Bu yerda 1 2 3 4 emas, просто 12 kunlik mana shunaqa tiqib tashlagan sovg'alarni. Hair mask. Sochga maska. Mana buni qaranglar, chiroyliligini, upakovkalarini qaranglar. Вообще boplashibdi, lekin qizlar upakovkasiga gap yo'q. Sochga maskasiga qiziqdim. Men yaxshi ko'raman sochga uxodlarni. Yopiq ekan, ishlatib ko'rganimda aytaman. Qanaqadir ikkita narsa. Ikkalasini ham rangi K100, bir xilmikan. Christmas spray. Spray ekan, hidini. Vau, mandarinni hidi. Uncha zo'r. Qani bunisi ham xuddi shunaqamikan hidi? Shunaqa mandarinni hidi kelyapti. Da, bu ham o'sha bo'lsa kerak. Da, ikkita bir xil nimagadir bir xil qo'yishibdi. No, okey. Bunaqangi hid bo'lsa hech 10 ta qo'yishsin qizlar. Keyingisi bu yoqda yana shampun yana. Bu ham sovun formatida shampun bo'lsa kerak. Da, boyagini oqi. Mana. Buni hidi sal boshqacharoq. Buni hidi anaqaroq, o'tkirroq. Prikol, sovunli shampun ishlatganmisizlar? Va oxirgisi qanaqadir katta cleansing mousse, yuzni yuvadigan mousse. Bu advent kalendar menga yoqdi. Необычный advent kalendar. Stopudovo kimdir o'zi yasagan, no baribir menga yoqdi. Qaranglar upakovkalarini qanaqa chiroyli qilishgan. Lучше mana shunaqangi, zato полный razmer narsa bo'lsin, chem luks bo'lsa-da, kichkina mamanda probnikchalarni tiqib tashlagandan ko'ra. Bir marta ishlatasizlar, u probnik to'g'risi desam, men probniklarni даже ishlatmayman ham. Erinaman. Wow! Yuzni yuvishga shotkasi ham bor ekan, qaranglar. Shotchkasi bor mana bu yerda. Penka mousse yuzni yuvadigan 100 gram kattagina. Sumочкasini keyin birortasiga sovg'a solib ishlatsanglar bo'ladi. Qalay, sizlarga bu advent kalendar yoqdimi? Charlotte Tilburydan sizlarga yana bitta yengili. Rasmidan ko'rib turibsizlar, bu 3 xil pomadasi. Chiroyli mana bunaqangi temir idishga qilishibdi. Ochishimiz bilan mana bunaqa mini 3 ta pomada olamiz. Mini bo'lgani bilan anchaga yetadi sizlarga qizlar bu. Mana shunaqangi paytda men tushunaman nimaga pul to'layotganimni. Chunki brend upakovkasiga pul ketkizgan. Kitayskiy plastikka bitta anaqani o'rab qo'yib, Dior deb yozib qo'ymagan. Mana даже idishlarini hisobga olsanglar, qanchalik pul ishlatishgani ko'rinib turibdi. Ya'ni bizga qizlarga brend kачествосiga tashqari to'lagandan tashqari pulli. Mana bunaqa narsasiga ham ko'zimiz quvonishi kerak. Biz ayollar ko'z bilan yaxshi ko'ramiz. Quloq bilan deyshadi, lekin ko'z bilan ham. Mana shuncha produkt har birida. Bu ham sizlarga anchaga yetadi. Hozir hammasini ochib, yonida ko'ramiz ranglarini qizlar. O, mana bu prям fioletovoy ekan. 3 xil rangi bor. Doq svet tushishiga qarabdi, mana ikkalasini qarasanglar, rangida farqi bor. Lekin uzoqdan bunda ushab tursam, farqi yo'q deysizlar. Chunki bular hammasi nude variantlarni o'sha lineykasi. Tovarimizni полностью tekshirib olsanglar bo'ladi. Biz javob beramiz originalligiga. Charlotte Tilburyga ham rosa ko'p podelkalar chiqib ketibdi oxirgi paytlarda. Yo'q produktlarni ham borga chiqazib yorishadi-ya, to'g'ri. Orqasida yozib qo'ygan hamma narsani buni Italiya o'ylab topadi. O'ylab topadi emas, qilib beradi Charlotte Tilburyga. 100% original, hozir do'konga kelgan yozinglar. Buni oldin ham sotganmiz, lekin bu safar o'zimga ham oldim. Shunaqangi facial milk nima degani? Ну, типа как milk-de, sutli, Blin buncha qiyin. Facial milk bu shunaqangi bilasizlarmi nima? Essensiya bilan kremni ikkalasini aralashtirsanglar, suyuq krem bo'ladi-ku, sutga o'xshagan. O'shanaqangi narsa. Menga qishda bunaqangi narsalar kerak bo'ladi.
Chunki yuzim juda ham qurishni boshlaydi. O'zi meni yuzim yog'li. Mana ko'rdinglarmi, как sivrtkaga o'xshaydi-da, lekin sivrtkadan sal plotnayroq konsistensiyasi. Voy, hidrasi zo'r ekan men buni. Wow! Lavanda degan, lekin bu yerda men lavanda bilan blueberryni ko'ryapman. Lavanda bilan golubikani aralashtirish hidrasi zo'r. Qizlar, zo'r primer bo'ladi qishda mana shu. Ham uxot yuzinglarni namlantiradi, ham primer tonalkani tagidan. Har bitta brendda mana shunaqangi facial milklari bor. Ani Road'da ham bor, Milky bir balosi, Milky Glaze, nima deb deyshadi uning ismini. Hammasi har xil Milkyga birorta narsani podstavkani qo'yib olib, Milky Glaze, Milky Toner, Milky bir balot, facial milk mana chiqqani, lekin hammasi mana shunaqa konsistensiya. Yengil krem. Bir xil mijozlarimiz bor, misol uchun yuzi quruvdi. Qanaqa krem surmasak baribir yaxshi namlantirmayapti, yetishmayapti, yog'liroq narsa jo'nating deyshadi. Unaqangi juda ham quruq yuzlarga, misol uchun meni akamning xotini Nozi, uni ham yuzi shunaqa juda ham quruq, nima surmasa baribir quruq. Unaqangi yuzlarga bir nechta etapli uxot bo'ladi. Ya'ni toneringlar ham o'sha quruq yuzlarga mos bo'lishi kerak. Sivrtkani o'rniga mana bunaqa narsa ishlatinglar. O'shanda ham bu yog'liqqina mana namlantiradigan narsa. Bundan keyin krem sursanglar, o'shanda точно yuzinglar qurimaydi. Yuzi yog'lilarga bo'lsa, krem meni yuzimga slishkom yog'lilik qiladi desanglar, krem o'rniga mana buni faqat suringlar. Ko'rdinglarmi? Bu qanaqadir universal narsa, ularga ham bularga ham to'g'ri keladi. Menga bo'lsa, qishda primer rolini o'ynaydi. Hozir yangi narsani test qilamiz. Rangini ko'ryapsizlarmi? Bu o'zi rumyana. Lekin bilasizlar, menga persik, oranjoviy, korechniga yaqin rumyanalar juda yoqadi. Chunki rozoviy rumyanalar tiqilib ketibdi kolleksiyamda. Hozir sal raznobraziya qilmoqchiman. Ham bunaqangi rumyanalarni zo'r joyi, ham bir xil payt kontur surmasanglar, rumyanani o'zi zo'r nima qiladi-da, nima deydi, kontur o'rnini ham bosadi. Bu rumyanasini men hali mo'yradan ishlatganim yo'q, lekin odzivlari juda ham zo'r ekan. Birinchi qo'lda test qilamiz. Juda ham creamy. Juda ham creamy. Qaranglar qanaqa chiroyli rang bo'lar ekan. Hozir mana qo'lda tarqatsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Xohlasanglar kistichkada qilinglar, xohlasanglar sponjda tarqatinglar. Wow. Anaqasiga yoyilishiga gap yo'q. Yoyilishiga prosta gap yo'q. Nargi stik, dumaloq stik anaqasi formatdagi rumyanasi bor edi-ku, o'shanga o'xshayapti menga konsistensiyasi, faqat mana bunaqangi variantda. Kimga nima to'g'ri kelsa, o'shani ishlatinglar. Wow, qizlar, rangini qaranglar, qanaqa chiroyli. Prosta. Men buni qo'lda surgim kelyapti, kistichkada emas, nimagadir. Просто qizlar, одно удовольствие. Burnilarimni usti bilan ham bilasizlar, bunaqangi rumyanani mana shunaqangi usti bilan sursanglar, zagarni effekt beradi. Bilaman, o'zbeklar zagar yomon ko'radi, men yaxshi ko'raman. Qaranglar, qizlar, qanaqa chiroyli rang. Ko'p surdim, lekin bu ko'p emas. Ishonaveringlar, chunki ko'rib turibsizlar, yuzimga hali pudra surilmagan. Pudra surganimdan keyin buni rangi ozgina o'tiradi. O'shanda takoy нежный, nudeviy, no makeup bo'ladi. Mo'yrani o'zini pudrasini suramiz. Hozir sizlarga ko'rsataman pudra surilgandan keyin qanaqa rang bo'lishini. Chunki bilasizlar-ku, pudra surilgandan keyin baribir mana bu makiyajinglar ozgina o'tiradi. Mana o'shanda ko'rasizlar qanaqangi chiroyli tekstura. Krem bo'lgani uchun o'shaning uchun men krem teksturalarni ko'proq yaxshi ko'raman. Qizlar, krem teksturalar sizlarga mana bunaqangi chiroyli effekt beradi. Quruq teksturalarga qaraganda bir xil quruq rumyanalar shuna mamtilarimda chizuq qilib qo'yadi. Shunda ko'rinib turadi. Amamilar bo'lsa, shunaqangi o'zinglarni tananglarga yotib ketadi, yopishib ketadi, что переходlar yo'q-da, chiroyli. Chiroyli ham glянец, ham такой вот натуральный rumyanец. Mana burninglarga ham, mamtilarga tekkizib yuborsanglar, aynan mana shunaqangi ranglarini. Qizlar, qaranglar qanaqa chiroyli. Hozir Maldivdan qaytib kelgandek effekt yuzinglar. Mana sizlarga do, posle. Xohlasanglar shunda qoldiringlar. Men shundoq ham qoldirardim. Bilasizlar, menga yaltillab turgan yuz yoqadi. Xohlasanglar bundoq qilinglar.